Xo'sh, tovukkatalar kelyapti mana. Xudo xolasa o'zimizni ishimiz, mahsulotimiz yangilik qilib qo'ydik. Darvoza, so'ri, temir mahsulotda nima kerak bo'lsa, chiroyli qilib yasab, tomlarigacha yangi qilib, itkalari ham qalin boyavoydan bo'lib chiqdi. Eshiklariga kelsak ham, eshiklari ham nihoyatda ochilib, yopilishlari ham yaxshi. Bu yoqda yana qulayroq variantlarimiz bor. Eniga 2 metr, bo'yi bunaqasiga 1 metr. Tomlarimiz ikki tomonlama qilib yasalgan. Buni ikkinchi tovukkatamiz ko'tamiz. Ikkinchisi 1,5 metrga 1 metr razmerlarimiz. Qulayroq bo'lgan. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz ham bor, kelishilgan holatda. Kimga shunaqangi xizmatlar yo'qsa, telefon nomeri qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Narxlarimiz buniki $100 dan kelishtirib beramiz. Kami bor. Bunisiga keladigan bo'lsak 600 ming so'm. Buni qulay variantlarga keladigan bo'lsa, buni ugonlikdan qilmaganmiz-ku, qarashroq listlarimizni bukib, tayyorlab chiqarib berganmiz. Monosiga keladigan bo'lsak 900 ming so'm. 1.8 listlarni ugonlik qilib tayyorlab yasab berganmiz. Manzilimiz Namangan viloyati Jidako'pada joylashgan manzilimiz. Uchun yo'llari yo'lni bo'yida manzilimiz. Kelib bemalol tanlab olib ketishlari mumkin.